Bugun Yaponiyada birinchi marta muslima opa-singillarimiz bilan kichik iftorlik tashkil etdik. Yaponiyada hamma ish, oila bilan ko'chaga chiqish qiyin. Shu sababli ham go'zal opa-singillarimizni bir joyga yig'ilib, iftor tashkil qilishga qaror qildim. Iftorni o'zimizni Shinagawa Shisaidodagi Halal Sakura restoranida o'z qo'llarim bilan mazali ovqatlar pishirib, mehmonlarni kutib olishga tayyorgarlik ko'rdim. Dugonam Vazira esa bir kun oldin borib yordam beraman deb dom-daraksiz yo'qolib qoldi. Soat 5 bo'ldi, lekin hech kimdan darak yo'q. Xafa bo'lib o'tirganimda qizlar bitta-bitta kelishni boshlashdilar. Erta borib yordam beraman deb devolni ushlatgan Vazira dugonam sekin-asta 5 dan o'tib qizlarni olib kelyapti. Iftor vaqtigacha qizlar to'plandik. Dildan qilingan suhbatlar, shirin ovqatlar Ramazonning sokin va iliq kechasida bayramimizga o'zgacha fayz qo'shdi. Hash-pash deguncha qizlar ketamiz deb qolishdi. Barcha muslima opa-singillarim uzoq yo'ldan meni hurmat qilib kelganlari uchun ularga kichik Ramazon hadyalarimni ulashdim. Albatta biz rasm olish haqida unutmadik. Iftor oxirida to'planib rasmlar olib, bu kunni xotiramizga saqlab qoldik. Sizlar ham albatta dugonalar bilan birga yig'ilishni unutmang. Zero vaqt g'animat. Dugonalar bilan qilingan suhbat esa har doim qalbimizda muhrlanib qoladi. Anchadan beri ko'rishmoqchi bo'lgan dugonalaringizni kommentariyada belgilab keting. Ham bo'lsa like bosishni unutmang.